Mana hozir aytyapman, mana to'y chiqarga boraman. Hamma hayron qoladi, necha yoshda deyishadi. Allohga shu 75 ga keldim hozir. Men Marg'ilondan kelganman. Mana 6 yil bo'ldi shu Dostonbekda bolajonimni eshitib kelganman. Xastalik kelganman. Umuman harakatim yo'q edi, hech ham yurolmas edim. Mana Allohga shukr, shu Dostonbekda harakatlari bilan mana yurib qoldim, Hasan tashladim. Mana boringki, har 6 oyda kelishim kerak edi. Bularda harakatlar bilan hozir mana 2 yilda keldim. 2 yilda keldingiz a? 2 yilda keldim, Allohga shukr. Mana boringki, 6 yildan beri mana chet eldan kelishyapti mehmonlar. Eshitib juda xursand bo'ldim, Dostonbek. Ilohim. Mana Qirg'izistondan kelishyapti, Buxoro, Jizzaxdan. Mana billa sherigimiz bilan yotdik, O'zgandan kelib ketishdi. O'zgandan. Eshitdim, nimadan? Londondan kelib davolanib ketishibdi. Bu hazil gap emas, bunday o'ylasangiz, bunday. Bunaqa chet eldan kelib, hamma chet elga boradi, Hindistonga boradi. Misol mana Rossiyaga borib davolanadi. Bu nimagaki endi baribir hali nimada YouTube'da ko'ribmi, nimada ko'ribmi? Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, hamma havas qilib kelyapti. Bizdagi mana boshli holat tizza bo'g'imidagi tog'aylarning yemirilishi, adashmasam 3-4-bosqich qo'yganman bilsangiz. Tizza patologga chiqyapsiz degansiz. Aytganman-a, keyin tizzamiz holati ishgan holat edi. Ishga voy bundaqa bo'lib ketdi. Katta dimiqqan holatga keldi. Endi u oldingi gaplar, endi ancha oldingi gaplar, lekin mana ketma-ket orada 2 yil o'tib, 3 yil o'tib lichina qildik. Lichinamizning foydasi besamar ketmadi. Natija bo'ldi, hoji onas. Chunki siz mana o'zimizning sohadagi meditsina xodimi bo'lib pensiyaga chiqqansiz-da. Pensiyaga chiqqansiz. Endi hali hayotiy insonsiz demoqchiman. Ilohim rizo bo'lsin. Bitta savol beraman. Bizning lichinamizni asosiy negizida mana insonlar yaxshi bo'ladi-yu, mana insonlar yaxshi bo'layotganini men kuzatib turaman. Bu holatda og'ir holatda keladi, mana 8 kunda natija zo'r bo'ldi deyman-ku. Shu qaysi tomonimiz xalqqa manzur keladi? Ya'ni sizga manzur kelgan bizning lichinamiz. Mana sizlarga birinchi o'rinda motivatsiya. Birinchi o'rinda. Nimagaki bizga misol tushuntirish. Lekin nimagaki misol mana sizlarda kollektivlarni men havas qilaman. Nimaga endi 6 yildan beri bilib misol boshqa doktorlarga borsangiz, patologga chiqyapsiz, bo'ldi, oxirgi stadiyaga chiqib qolibsiz, iloji yo'q, sizni davolanmaymiz deyishadi. Birinchi o'rinda sizlarda o'sha yaxshilikka intilish, yaxshi gap gapirish. Lekin misol mana oddiy nimadan boshladi Dostonbek? Bir xilgina tevadan pastga tushadi. Siz sekin pastdan tevaga shu etapni davoladingiz. Misol mana Allohga shukr, men buni o'ylamagandim. Nimaga уже bo'ldi, oxirgi stadiyadaman. Nimaga chiqib oldim, уже strogiy pasientli rejimda nima bo'lmayman deganman. Misol, как медработник men o'zim shunday o'ylaganman-da. Mana bularga ham aytdim. Unda maliyatda mana sharoitlar yo'q edi. Menga kevoli fondandolda kevoli o'tirib olardim. Yurolmas edim. Endi mana Saydaxon Dostonbeklar stulni olib kelib beringlar, stulni olib kelib beringlar. Endi holatimga qarab to'g'ri aytasiz. Mana aytamanki, Allohga behisob shukr, birinchi o'rinda sizlarning harakatlaring, sizlarning tavsiyalaring, sizlarda shu nima qilib bergan licheniyingiz, to'g'rimi? Asha sabab mana Allohga shukr yaxshi bo'lib ketdim, shukr qilaman. Mana hozir aytyapman, mana to'y chiqarga boraman. Hamma hayron qoladi, necha yoshda deyishadi. Allohga shu 75 ga keldim hozir. Lekin 25 daman deyman. To'g'ri. 25 yoshdaman deyman, lekin qablikda yuraman hozir. Endi odam o'zini-chi baribir mana sizni tavsiyangiz bilan siz yaxshi, siz chiroylisiz, siz aqllisiz deydilar-da. Sizlar haqiqiy o'sha shiorda ketish kerak. Siz o'sha tavsiyangiz bilan aytganingizdan keyin haqiqiy voy Dostonbek aytdilar-ku, men yaxshi bo'lib ketar ekanman. Men yurar ekanman, men harakat qilar ekanman deganlari bilan odam o'zingizchi nima qilib olish kerak ekan. Allohga shukr, Dostonbek tan joningiz sog' bo'lsin, bezuzun bo'lsin. Mana hamma xursand sizlardan. Haqiqiy aytamanki, voy jon bolam, boringizga shukr, chiroyligim, elga doston bo'lsin bu bola deb haqiqat shunaqa bo'ldi. Men to'g'rimi Dostonbek? Umringiz uzun bo'lsin jon bolam. Bundan ham ziyoda bo'linglar ilohim. Hamisha bo'ling, 120 yoshda ham shunaqa bo'ling. Sog' bo'ling.